Ikki xonali tayyor o'tirayotganlarga zo'r variantimiz chiqyapti. Yunusobod 7-kvartaldan ikki xona qilingan ikkinchi etaj uyimiz chiqyapti. Yangi Yevremont 50 kvadrat uyimiz. Bu yog'imizda podyezddan asosiy kirish eshigimiz bo'lyapti. O'zini stroyli mebellarni ham qo'yib ketishgan. Tualet vannasi alohida. Hop, bu yog'imizda vannamiz bo'lyapti. Vannada ham o'zining kerakli hamma narsani qo'yib ketishgan ekan uy egalari. Bu yog'imizda tualetimiz bo'lyapti mana. To'g'rimizda spalniyimiz bo'lyapti. Mana spalniyada ham kerakli hamma narsa qo'yib ketilgan. Shkaf, konditsioner, televizor, hamma narsalar bor. Olib turib ijaraga berib qo'yishganimiz zo'r variant. Bu yog'imizda esa zal bo'lyapti. Zallari ham katta keng, mana chiroyli mebel, mягкий mebel. Bu yoqni gullar bilan to'ldirib qo'yishibdi, mana ko'rsanglar bo'ladi. 2 xona, 3 xona qilingan. Bu yog'imizda bitta deski xona qilib qo'yishibdi mana. Bu yoqda ham shkaf, hamma narsani qo'yib ketishgan. Balkon 1,5 ga 6. Mana bu yog'ini ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda ham mebellari bor. Uyimizdan narxi kelamiz. Narxini 78 mingdan so'rashyapti. Sunnatiga ozgina o'tib berilgan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarimizni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarini Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga silka orqali o'tsangiz bo'ladi. Silka profilimizda bor.